Tengmol nisbatda olingan metil xlorid va etil xlorid aralashmasi natriy metali bilan ta'sirlashganda 6 gramm etan va natriy xlor olindi. Reaksiya natijasida olingan propan massasini aniqlang deyilyapti. Demak, bizda 6 gramm etan olinibdi. 6 gramm etandan foydalanib hosil bo'lgan natriy xlorni topsa 23,4 gramm natriy xlor sarflanibdi. Hosil bo'libdi. Demak, sarflangan metil xloridning miqdorini topsa 0,4 mol. Demak, bu yerda 0,4 mol metil xlorid reaksiyaga kirishgan bo'lsa, etil xloriddan butan hosil bo'lish reaksiyasida ham 0,4 mol sarflangan bo'ladi. Chunki tengmol nisbatda deyilyapti. Bu yerda natriy xlor topsa 23,4 gramm. Demak, bizda umumiy 23,4 gramm natriy xlor etan va butan hosil bo'lishida sarflanyapti. Umumiy natriy xlorimiz 58,5 dan ayirib tashlasak 11,7 gramm natriy xlor metil xlorid va etil xlorid reaksiyasi natijasida hosil bo'lyapti ekan. Demak, bizda 44 gramm propan hosil bo'lish uchun 117 gramm natriy xlor hosil bo'lsa, 11,7 gramm natriy xlor hosil bo'lganda qancha propan hosil bo'ladi? 4,4 gramm ekan. Demak, to'g'ri javob B.